Yürüyün. Umuman kadar kaçamazsa. Kötü yürüyüşlerde bu kızı var. Mahsulatlardan işte. Ha işte Numalardan hamısı olsun. Ha da programda bilen. Ne çay içtiler? 3 ay içtik. Bu neçe yaş bu kızıyız? Hazır Xudo xolasa bir mayda 7'ga to'ladi. Mayda 7'ga to'ladi. Lekin juda ko'p doktorlar aytadi, rezultat olmadi. Yo'q, hali unaqa nima olmadik. Ishtahalari hamma yo'q, Xudoga shukr ichki zo'r. Qani yuzlari chiroyli Mana sen bir mancha yaxshi Dadasam uylanib keldi. Malades. Ayam keldi bu safar. Jijikayam olib keldimi? Nimalar ichirdinglar? Dorilar esingizda? Hozir bor esimda. Vitamama siropi. Vitamama siropi keyin miyaga Akademiya bu katta rezultatu. Odamlar qiyinchizga o'xshab qiynalayotganlarga aytasizmi? Nima qildik? Keyin nimadan ichkizdik? Vitaminlar, miyaga, qo'rquvga, ashlarni ichkizdik. Ashlarni ichkizdik. Me'daga, qurtlarni hammasini teng tozaladikda. Choy turma davomida ichildi. Natija lekin zo'rmi? Zo'r, mana Allohga shukr yaxshi. Ishtahalar zo'r qoladi. Ichlari qatib qolardi. Bir hafta, 2 haftada kelardi. Hozir kunda yaxshi. Yaxshi Xudoga shukr. O'stirgani tillaga bersak. O'sha gapirib qopdi-da, o'rtoqlar mukarrarlar. 6-7 yil yurt davomida yurmagan juda ko'p joylarda больницаlar davolangan. Lekin menga yozda kelishdi bular 3 oy davolantirib yo'q qoldi. Men kutmadim. Hozir xola telefon qilib enasi Go'zalxon nevaram yuryapti, senchi bering nevara ko'rdim yana bitta dedi. Voy dedim, nima qilasizlar endi, yana davolanasizlar desam, hozir borishadi dedi. Mana keldi tekshiruvga. Azizlar, kim agar bolasida shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Albatta, faqat 100% davo choralari bilan buni yo'q qilamiz. Ham arzon, ham qimmat yo'q. Arzon, juda ham arzon. 3 oylik dorilar ancha arzon. Boshqa davolanganlarga qaragan. Davolanganda endi me'yorida oshib ketar edi-yu, u darajada emas. Lekin natija yo'q edi, Xudoga shukr. U yoqda masalan anjomlarga yotsak, yana kelib, yana qaytadan davolanardi-da. Bir yog'iga foyda bo'lsa, bir yog'iga zarar bo'lardi. Xudoga shukr, dorilar tabiiyligi uchun bu qizga ancha foyda berdi. Xolam ham zo'r bo'lib qoldi. Onam yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Onam yaxshi bo'ldi. Men shu qizim og'ir kasaldi, endi yurmasdi, gapirmasdi. Umuman harakat qilmasdi, qo'rqaman deb turaverardi. Shu yerdagi mahsulotlarning hisobiga mana qizim yurib, gapirib, bemalol harakat qilyapti. 3 oylik lechenialarini olib, mana bir chiroyli bo'lib qoldik. Unaqa qimmat emas ekan. Arzon ekan, 3 oyligini 1 million bo'ldi. Xudoga shukr, mana dadalari, enalari, buvalar hammalari xursand bo'ldi. Xudoyimga shukr, eng avvalambor Alloh shifo beribdi shunchalik bizga. Bu yerga kelganimizcha biz Andijonlarda, hamma joylarda kim tavsiya qilsa bordik. Ichmagan dorilari, qilmagan qo'llarimiz qolmadi. Oxiri mana shu yerga doktor, bitta vrach bor edi, shu vrach bizga tavsiya qiluvdi. Mana shu yerdan kelib olib qizim yaxshi bo'lib ketdi. Mana shu opalarga ham katta rahmat, shu yerda mahsulotlarni bizga tavsiya qilgan opalarga ham katta rahmat.